Xullas qaranglar. Farg'ona shahardan biz rayonimiz, bizning tumangacha Oltiariqda orasida 30-35 kilometr borda taxminan. Xullas bir ajoyib voqea bo'ldi, sizlarga yetib beraman. Kechqurun yarim kechasi 2:30-3larda Oltiariq sentriga odam olib borib tushirdim. Bir 3-4 kun bo'layotgan 3-4 kun oldingi voqea. Tushirib bo'lib yo'lda bo'yida tursam, qarasam bitta bola mashina to'sayapti qo'lida. Endi begonaga o'xshadi, turishidan studentga o'xshaydi. Keyin men juda turdim, telefon ko'rib bu qilib tursam, oldimga keldi keyin. Bir 5-10 minutlardan keyin keldi. Aka dedi, Farg'onaga tashlab qo'yaverasizmi dedi. Farg'onaga tashlab qo'yaveraman, qancha qimmatroq bo'lib qoladi-da dedim, uzoqda dedim. Keyincha sharoiti yaxshiga o'xshamadi, student ekan. Plus 50 mingda atrofida pul taklif qilyapti. Yo'q dedim, aka qoplamaydi dedim. Bir-ikki marta so'radi, iltimos qildi. Keyin voha tomondan o'qar ekan, men yoshlardan kelibdi, uyiga kelyapti ekan, student ekan. Bo'pti dedim, tashlab qo'yaveraman dedim. Bu gapimiz orasida menga zakasam tushdi. Zakasni oldim, keyin zakasni manzilga tashlab, keyin u bolani Farg'onaga olib ketdim. Farg'onaga olib bordim-da, Farg'ona shaharida chekkaroq joyga olib bordim. Chekkaroq joyda mahallaning boshida tushib qolaveraman, kirib ketaveraman degandi. Bo'ldi dedim. O'sha qaranglar, mahallaning boshiga endi. Asfalt bo'yidan mahallaning boshiga to'xtadim, tushdi u, tushib aylanib o'tib pul sanashni boshladi. Katta yo'lda u tomonidan bitta aka yugurib kelyapti meni oldimga. Endi kechasi 2:30-3. Yugurib kelyapti. U bola topilib berguncha yetib keldi oldimizga. Aka dedi, zapaska baloningiz bormi deb mendan so'radi haligi bola aka. Yo'q, zapaskam yo'q-ku, lekin nasosim bor dedi. Nima bo'ldi aka desam, balonim dam qo'yib yubordi dedi. Qarasam, o'sha ro'parada turibdi. Bo'ldi, boraman aka, boravering mashinangizni oldiga dedim. Betonkani razvorot qilib aylanib keldim, oldiga borsam, o'sha Farg'onada taksist qiladigan aka ekan. Orqa g'ildiray bor, orqa g'ildiraydi. Shunday ushlasam, tikon bo'yotibdi-da, xullas salliq bo'lib turib, simi chiqib ketgan aylanasiga. Endi bir ikkita joyda ham emas, unday qo'limni silasam aylanasiga simi chiqib ketgan. Lekin dam qo'yib yuborgan. Yarim kechasi 2:30. Organizatsiya ishlaydi-misan, palon joyda ishlaydi, ishga yetib olishim kerak deyapti. Keyin asosda uladik, damladi, xullas yaxshi. Xudoga shukr, hali dam qo'yib yubormadi, damlab yubordi. Keyin damlab yubordik. U aka endi pul beryapti, yo'q aka qo'yavering, endi siz ham shopir, men ham shopir dedim. Xo'p, endi bu yerda qaranglar, meni hayron qoldirgan narsa, men 2:30-3da yetib boryapman, shaharga 3da yetib boryapman. U akani dam qo'yib yuborgan, u men bordim, damlab berdim. Men xullas haligi akani mashinasini damlagani boribman-da, asosan. Xudoni yozgan taqdirini qaranglar. U mashinasi dam qo'yib yuborgan, men aynan o'shani oldiga bordim-da. U inson qanaqa inson ekan, Xudoga qanaqa yaqin inson ekan, shu muammo bo'yapti-da, sirazi hal bo'yapti. Men Oltiariqdan Farg'onaga o'sha akani, iminni o'sha akani balonini damlagani bordim. Endi shunga nima deysizlar? Qanaqa inson bo'lish kerak, Xudoga qanaqa yaqin bo'lish kerak bunaqa muammolarni hal bo'lish uchun? Shunaqa bir ajoyib voqealar bo'lib turadi ekan.